juda ko'p joylarda ishlayapmiz. Oltiariqda minglab gektar joylarda. Biz hozir mana Parkent tumani Uzunzorlardamiz. Bu yerda o'tgan yil ham ozroq kuzatilgan ekan. Bu yil mana antraknoz kasalligi bilan juda kuchli zararlangan tokzorlarda hozir mana ishlovlar boshlaganmiz. Bu yerda mana asparagin mikrobiologik fungitsidi bilan ishlov berilyapti. Sarf me'yori 100 litr suvga 1,5-2 litr hisobida. Hozir mana 3 kundan keyin buni natijasini ko'ramiz. Bilasizlar, antraknoz kasalligi shunday xavfli kasallikki, bu nafaqat barg, poya rivojini to'xtatadi, balki o'sha hosil elementlarini ham to'kishgacha boradi. Juda ko'plaringizdan qo'ng'iroqlar bo'lmoqda Maxiplant haqida. Maxiplant qaysi vaqtda sepiladi? Aynan hozir birinchi ishlov vaqti. Hozir mana biz ko'rsatgandek asparagin mikrobiologik fungitsidi bilan Maxiplant biostimulatorini bu hosil yiriklashtirib beradi. Bu kasalliklarga qarshi. Bu yerda bitta eslatmani berib o'taman. Giberlin yoki Gibersip singari fitogormonlar bilan qo'llashingiz tavsiya qilinmaydi. Sababi bu Maxiplant bu mikrobiologik hosil stimulyatori hisoblanadi, ya'ni hosil yiriklashtirib beradi. Bu sepilgan maydonlarda Giberlin qo'llanilmaydi.